Shpakilovkaga kelsak 0,5 deydi, ha 0,1 deydi. Nima farqi bor? 5 millimetrgacha ishlatiladiganda, san chuqurlik bo'lsa, devorda chuqurlik bo'lsa, 1 millimetrdan surasa, o'sha chuqur yana chuqur bo'lib qoladi. Yana sursa yana chuqur bo'lib qoladi. Ha, shunaqa bo'lib turadi. Birinchi 5 millimetrlik sursa, bu yerga teshik yopiladi. O'tirib qolmaydi o'sha joy. Ustidan 1 millimetrni sursa, bo'ldi, ish bitdi. Bilmaydigan aka yana bir qop kerak deydi-yu. Yana bir qop kerak. Ya'ni bir necha marta suvab tashadi. Kirib ketyapti. Mapga kirib ketyapti deb yomon qilishadi. Chota devom etadi. Oxirdan aka 10 qop bilan bitadigan joyga 25 qop ketadi-yu. Shuning uchun o'qimishli, ya'ni men o'zim o'qimaganman sohaga. Men boyagi qopni ustini o'qib ko'rganman majburman, har bittasini. Nimadir kelsa, yozilgan bo'ladi, instruksiyasi bor. Instruksiyasi bor. Buni yaxshi tomoni, bilishni yaxshi tomoni nimaga olib keladi desa, ishlab chiqaruvchiga talabni yaxshiroq qo'yishga olib keladi. Chunki tushungan odam olatda akalar deydi, misol uchun Alisherda mana anaqasi, Alisher degan qop gulun topkasi bo'lmaydi. Chunki biz buni ishlatib ko'rdik, yaxshi emas ekan deydi-da. Keyin shu bilan zavod o'zini ustida ishlashga majbur bo'ladi. Ikkita ustida blogini yuritayotgan bo'lsa, blogga chiq akalar bo'lmas ekan. Yemadi desa, ketdi-da, sostavga to'g'ri kelmayapti desa. To'g'risi bu sifatni oshiradi lekin.